Hürmetlik vatandaş, bugün Çislağa 2021 yılı 2. ayının 9. günü hürmetlik vatandaş. 10. günü hürmetlik vatandaş. Biz başladık yakından beri Prezident Joe Biden hükümete tayyorlik kılıp belki saylam devride berge va'dasiga amal qilib Washingtonda 110 devlet yoki demokratik devletlar asosiyatdan devlet başlıkları yuqori darajadagi devlet başlıkları bilan demokratiya to'g'risida muhokama elib bordi. Yuqorida Prezident Joe Bidenning nutqini ko'rib o'tdik. Keyin xotirlash kunida 12. ayının 9. günü dunyoviy soyqirmni xotirlash kunida Devlet İşler Katibi Antony Blinken'den sözlügen nutqini ko'rib o'tdik. Bu nutq bir felsefe dedim ben bayağı vasta siyaset felsefesi. Kişilik hukuk felsefesinin cevheri deyişki buludu vatandaşım. Anlap öttünüz. Biz zaman yoki hozirgi zamandan boshlab aytganda Uyg'urlarni nazarband qilib hapslarga tashlab, turmalarga tashlab, azob uqubatga duchor qilib, bolalarni ota-onasidan ayirib etib, ota-onasidan bolalardan yurt mahalli ko'ylardan ayirib etib, sarson vayron qilganlik Xitoyning Iroq yoqtosh siyosati. Biz yuqorida Devlet İşler Katibi Antony Blinken'den tarixni eslash, reallikka nazar tashlash. Hozir ham yuz berayotgan Iroq yoqtosh, qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyatni ko'zimiz bilan ko'rib turyapmiz, lekin biz shunday ahvol ostida Iroq yoqtishning ziyonkashligiga uchragan xalqlarga va'da beramizki, biz bu adolatga izlanamiz. Biz bu mas'uliyatni surishti qilamiz. Biz bu jinoyatni surishti qilamiz. Bayonotida Antony Blinken shunday. Yani nima dedi? Konkretlikdan aytganda siz bizning hozirgi turmushimiz yoki hozir ko'nikkan Iroq yo'qotish va uni ma'lum qilish, doklad qilish va xabar qilish sohasida ko'nikkan bir hodisa son 1 million, 2 million, 5 million deb shunday atab keldik. Faktlar shunday. Biz son ustida ketdik vatandaşım. Son bilan mashg'ul qildik, mashg'ulot olib bordik vatandaşım. Lekin buni konkretlashtirib Devlet İşler Katibi Antony Blinken nimalarni dedi bayonotida vatandaşım? Ular miqdor emas. Son yoki miqdor emas. Belki ular analardir. Belki ular dadalardir. Belki ular qizlarimiz ve balalardir. Aile ve mahalliy ko'y a'zolari, yurtdoshlardir. Do'stlarimiz yoki qarindoshlardir. Qisqasi ular odamlardir. Ben bu konkretlik, ben bu şimdi konkretlik felsefe. Noktayı nazı küzdüp hayacanlandım vatandaşım. Birini kalmadı, işkini kalmadı, işkini öldürdü, işte bundağı emez. Ola dadıllarımız, analarımız, kızlarımız, ballarımız, mahalle koy, yurttaş, mahalle, dostlarımız, yurttaşlarımız, Adem, kısıksa Adem. Adem ne? Adem değil, Xitoy ne? Şuna ama Xitoy Adem Uyg'urni mushu darajada azobladi, mushu darajada qiynadi, mushu darajada haqorat qildi, mushu darajada zaiflashtirdi, mushu darajaga, mushu halokatga elib keldi. Uning ismi Xitoy edi. 12. ayının 9. günü soykırım, dünyaviy soykırım, 2. dünya uruş devri, Joyish'da qartilgan soykırım ve dünyanın başka joylarida, başka milletler ve başka xalqlarga qartilgan soykırım. Şu gün 12. ayının 9. günü xotirlash kuni qilib xalqaro bekitilgan ekan. Şu kunda Antony Blinken Devlet İşler Katibi e'lon qilgan bayonotda bugun Xitoyning ismini eg'izga olmiz. Lekin hozir mavjud sharoitda, hozirgi reallik ichida mavjud bo'lib turayotgan qirg'inchilik, soyqirımga biz adolatga
izdenish, mas'uliyatni surishti qilish bo'yicha va'da beramiz. Men shuning uchun falsafa, siyosat falsafasi 18-asrda boshlangan kishilik huquq, siyosat falsafasi javhar bizga miqdor son emas. Buni tartayotgan bu azobni chekayotganlar odamlardir. Qizlarimiz, bolalarimiz, qisqasi odamdir. 9-kuni so'yqirim kunini xotirlash kuni 9-kuni Washingtonda boshlangan xalqaro 110 davlatdan ortiq davlat qatnashgan yuqori darajalikda demokratiya kuni. Keyingi 5 yil ichida dunyoda demokratiya chekinishga boshladi. Shuning uchun endi Amerika qaytib kelishi kerak. Amerika dunyoning rahbarlik o'rni yana qaytib kelishi kerak. Bu dünya qaytadan tuzilishi kerak. Mushundaq paytda hozir ko'rdim vatandoshim. Men sizlarga boshdan oxir so'zlab kelyapman. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining kishilik huquq xitobnomasi dal Washingtonda mushig'in echilayotganda Xitoy qancha tipirlagan bo'lishidan qat'iy nazar tipirladi, sakradi, chichong'ishidi, qancha bo'lishidan qat'iy nazar yana qandaqdir bir yo'l bilan bir xabar, bir uchurlarni o'ttirg'i chiqaryapti. Masalan, nima dedi? Dal mushikin 12-ayning 10-kunini xotirlash arifasida, ya'ni Dunyo kishilik huquq xitobnomasi e'lon qilgan kunni xotirlash bahonasida Xitoy hukumatı 1997-yil 10-oyda va 1998-yil 3-oyda Birlashgan Davlatlar Tashkilotida imzo qo'ygan ikki qonun xalqaro kishilik huquq xitobnomasi desangizmi bo'ldi. Xalqaro kishilik huquq nizomnomasi desangizmi bo'ldi. Xalqaro kishilik huquq qonuni desangizmi bo'ldi. Lekin qonuni cheklash kuchi yo'q. Biroq mas'uliyatchanligi qonuni cheklash kuchidan oshib kemib qolmaydigan, kam qolmaydigan mushunda ko'chkiga qonunni Çünkü hukumatı qachon imzo qo'yganligini va qachon uning imzo qo'yib bo'lib xalq vakillar qurultayining iqtisod masalasiga oid qonunni tasdiqlaganligini, lekin uning siyosatga oid, siyosat kishilik huquqqa oid qismini qonunni tasdiqlamaganligini, uning sabablarini bugun Dovi Torbeti to'liq qo'yib beribdi. Mayli biz buni 12-ayning 10-kuni kishilik huquq xitobnomasi e'lon qilgan kunni xotirlash uchun e'lon qildi Dovi Torbeti deylik. Mayli biz uni Washingtonda chaqirilgan demokratiya yuqori darajada yig'inga taqobil turish uchun e'lon qildi deylik. Lekin ya'ni shuning kaynida xalqaro jamiyatga javob berish, mas'uliyatdan javob berish, xalqaro jamiyatga qonun bilan javob qilish va qonunni tushunganligini, tushundirganligini javob qilish shaklida bugun Dovi Torbeti uni e'lon qildi deyishga haqliqmiz. Besim va besimning natijasi yoki bugun yoki erta. Besimning natijasi besim oldidan keladi, besimning natijasi balki yoki yon tarafdan yoki kan tarafdan chiqadi. Qoida shu vatandosh. Doğrudan doğru bo'lmaydi, chunki bu davlatlararo munosabat. Shuni biz bugun demokratiya va kishilik huquq masalasi bo'yicha Washingtonda o'tkazilgan xalqaro yig'inning ro'yidan qisqacha yuqorida tanishtirdik sizlarga vatandoshim prezident Joe Bidenning so'zlagan nutqi va shundaqlar davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning e'lon qilgan bir parcha bayonot. Rahmat vatandoshlar.